Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda Linux Networking and Services birinchi dars bo'ladi. Bu videoda sizlar Linux tarmoq sozlamalari va xizmatlar haqida gaplashamiz. Bu video orqali sizlar DHCP nima ekanligini, Linuxda IP manzil qanday sozlashni, hostname'ni qanday o'zgartirishni va netstat orqali bog'lanishlarni ko'rishni o'rganasizlar. Agar siz Linuxni o'rganmoqchi bo'lsangiz yoki tarmoq administratoriga aylanishni istasangiz, ushbu dars aynan siz uchun. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xo'p, birinchi hozir boshlaydigan narsamiz ko'rib bitadigan narsamiz DHCP nimaligini ko'rib bitamiz. DHCP ni to'liq nomi Dynamic Host Configuration Protocol. Bu protokol qurilmamizda avtomatik IP manzillarni biriktirishga yordam beradi. Oddiy qilib aytganda DHCP yordamida siz qo'lda IP yozib o'tirmaysizlar, router o'zi avtomatik tarqatadi. Xo'p, static IP haqida ham gaplashib o'tib ketamiz. Static bu IP bu kompyuterga yoki qurilmaga qo'lda belgilab beriladigan doimiy IP manzil. Bu IP manzil har doim o'zgarmaydi va tarmoq qayta reboot bo'lsa, har doim o'sha IP da qolib ketadi. IP manzilni o'zgartirish uchun biz etc network interfaces faylidan o'zgartiramiz. Xo'p. O'zi difficult holatlarda Kali Linuxlarda IP-A internet, ethernet bo'lib ishlab turadigan nima desam bo'ladi, protokol, или protokol emas, internet bo'lib ishlab turadigan ETH0 bo'lib turadi. ETH0 nima? ETH0 bu Linux yoki boshqa Unix tizimlarida birinchi ethernet tarmoq adapteri deb tushuntirib ketsam ham bo'ladi. Xo'p, bu yerda hozir o'zgartirish kerak deb etc network interface ham aytib o'tdim. etc network interface biz qo'lda qanaqa o'zgartiramiz degan odamlarga, so'raydigan odamlarga biz hop sudo nano etc network interface mana shu yerdan o'zgartiriladi va o'zining parametrlari bor. Bu parametrlarni o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Keyingisini ko'rib ketamiz. Keyingisi bizda yana nima? Hostname bilan ishlash. Hostname bu nima? Bu kompyuterimizning tarmoqdagi nomi, ya'ni boshqa qurilmalar u orqali sizlarning kompyuterlarni taniydi. Hostname biz sozlashlarni ko'rib ketamiz. Hostname tizim nomini ko'rish uchun biz hostname komandasidan foydalanamiz. Hostname bizda tizimdagi nomimiz Kali ekan. Hamma o'zi chiqib turibdi, ko'rib turganingizdek. Xo'p. Yana nima? Yana biz yangi hostname tizimdagi o'zimizning nomimizni o'zgartirishimiz mumkin. Sudo bu qanaqa bo'ladi? Shu komandalar bilan bo'ladi. Sudo hostname ttl hostname, например, men o'zgartirmoqchiman shu nomga. Hop, yana komandalarni ishlatishimiz kerak edi. Start is empty. Mana shunaqa javob chiqdi. Hozir o'qitamiz. Mana o'zgargani VPP bo'lib turibdi. Bizda hozir endi yana tekshiramiz. Boshdan terminal ochib ko'ramiz. O'zgartirish kerak. Hop, mana bizda yuzimiz o'zgaribdi. Tizimdagi nomimiz VPP bo'lib turibdi. Hostname har doim esingizda qolsin. Hostname yana bir marta tushuntirib ketaman. Bu kompyuterning tarmoqdagi nomi, ya'ni boshqa qurilmalar va u orqali sizning kompyuteringizni taniydigan bir nickname deb ham primer qilib keltirsak bo'ladi. Hop. Yana sizlarga maslahatim, hostname'larni o'zgartirganingizdan keyin tiziminglarni Linuxni masalan перезагрузка qilib olganinglar yaxshi, tiziminglarga reboot berib olganinglar yaxshi. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Hop, yana biz ko'rib ketadigan narsalarimizdan netstat bu tizimimizni bizaniki emas, tizimni holatini ko'radigan bir qurilmamizdagi barcha bog'lanishlar haqida ma'lumot beradigan yoki holatini ko'radigan bir dastur bilan primer keltirib ketsak bo'ladi. Netstat yoki komandadan primer keltirib ketsak bo'ladi. Netstat, например, boshlaymiz. Netstat komandasidan boshlaymiz. Hop. Bizda chiqib keldi. String connected. Shunaqa bizda holatlar bor ekan. Hop.
Endi netstat dash net app browse establish UDP protokoliga ulangan ekan 00 shunaqa IP adresga, keyingi IP adres state as establish PID raqamini nimagadir chekmadi. Keyin netstatni o'zini propertylari ham bor. Netstat, например, boshlaymiz dash n dan. Dash n IP va port raqamlari chiqarib berar ekan. Keyingisi netstat dash a. Barcha bog'lanishlarni ko'rsatar ekan. Keyingisi netstat dash chip. Hop, bizda TCP ga bog'langan portlar yo'q ekan, lekin TCP ga bog'langan portlarni ko'rsatib beradi. Netstat xuddi shunaqasi bor, yana bitta dash u. UDP ga bog'langan portlar protokollarni chiqarib beradi. Mana bittasi chiqib keldi bizda establish. Mana holatlarni ham ko'rsatib o'rgatib ketaman. Bo'ldi, hozir men полностью propertylarni ko'rsatib o'tdik. Netstat oxirgisi bizda netstat dash i. Portlari uzr adashdim, jarayonlari PID da chiqarib berar ekan. Bularni hammasini ishlatmoqchi bo'lsanglar, netstat shunday qilsanglar bo'ladi, например, yoki netap qilsanglar bo'ladi, например, u farqi yo'q. Netap qildim, nap qildim. Bir xil narsa chiqyapti. Hop, keyingisi holatlarni ham aytib o'tib ketaman. Boya ko'rganinglardek establish degan narsa chiqdi. Bu holat bilsam bo'ladi. Establish hozirda faol ishlab turgan bog'lanishlarni ko'rsatadi. Boya ko'rsatdim. Hozir beshlik qilib qo'ying. Establish qayerda chiqqan bo'yi. UDP protokolida netstat ekrans. Chiqmadi. Netstat yo'q. Mana netstat UDP da chiqdi. Establish turibdi. Mana establish nima degani bo'ladi? Establish boya aytayotganimdek hozirda faol ishlab turgan bog'lanishlarni ko'rsatadi. Yana chiqib qolishi mumkin tizimda ishlayotganinglarda. Time wait. Soket yopilgan va tarmoqdagi paketlar o'tib bo'lishi kutilmoqda. Yana bizda nima chiqdi? Listening degan narsamiz ham bor. Listening o'sha boya holatlarda listening degan narsa ham bor. Bog'lanishi kelishi kutilmoqda. Eshitish degan narsa ham deb tushunib ketsak bo'ladi. Yana close wait. Masofadagi host o'chgan va soket yopilishi kutilmoqda. Keyingisi send nima? Send request yuboriladi, lekin hali javob kelmagan, balki firewall xalaqit berayotgan bo'lishi mumkin degan bir narsa deb tushunib ketsa ham bo'ladi. Va netstatda как бы bratishkasi bor, yangi chiqqan netstatda bratishkasi bor, SS degan. Bu ham xuddi shunaqa netstatga o'xshaydigan SS buyrug'i netstat vazifalarini bajaradi va yangi chiqqan versiyasida ham tushunib ketsak bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Xulosa va maslahatlar. Bugun biz o'rgandik DHCP va static IP ni farqi, Linuxda IP manzil qo'lli sozlash, hostname'ni o'zgartirish, netstat orqali tarmoq monitoringi. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, izohinglarni kutaman.